Oyingiz bilan adres bilmaydigan eng og'ir ayb ish qilganmisiz? Nima bo'lgan? Ya bitta edi. Sigaret. Hozir ularga telefon qilamizda, agar aybingizni tan olsangiz ming beraman. 200 ming, 500 ming, 1 million. 1 million beraman. Yo, to'g'ri. Yo, lekin 1 million emas, aslida aytdim. Yo'q deysiz. Okey, qarang, 500 ming beraman. Kimga aytasiz? Oyingizga telefon qilib aytasiz, sigaret chekishingizni. Indaminglarmi? Aytganmiz shu paytgacha. Assalomu alaykum. Bitta narsa aytib qo'yishim kerak edi. Yashirib yuruvdim-da, sigaret chekaman-da. Kim o'zim aytib qo'yishim kerak. Urushmaysizmi? Yo'q, bemalol. Voy. Ishlayapti. Oyman jiddiy aytyapman demoqchi. Boshqatdan qolmiz telefonga jiddiy aytayotganlarni isbotlab bermoqchilar. Alyo. Jiddiy gapirdim, onami. Xo'p. Gap yo'q lekin. Aybingizni tan olib turib, jasorat qilganingiz uchun ham sizga 500 ming o'tkazmoqmiz. Shu sigaret olmaysiz, yo'q bitamiz pulga. Bo'ldi, endi oyingizga aytgan adresingizni turing, chakmang boshqa.